Hürmetli vatandaş Turan Efendi siz sual koyğantınız. Devlet işler meselesi John Bolton Moskvaga yetip gelse, iki devlet Rusya Federasyası ile Amerika Qo'shma Shtatlarida hamkorlik o'tirg'i chiqamdi degandek sual koyğantınız. Hozir vaziyat sizga bu javobni beryapti vatandaş diqqat qiling. Mavzu mundaq endikiliksimizning John Bolton Prezident Vladimir Putin bilan ko'rishgandan keyin Amerika'nın raketa şartnamesinden çekinip çıkışı muqimlashdi. Mavzuli xabar 10 ayning 24 gün Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Prezident Trump hukumati ma'muriyati 1987-yil sobiq Sovetlar Prezident Trump hukumati ma'muriyati PASH 1987-yil sobiq Sovetlar bilan imzolangan harbiy tayyorliklarni cheklash kelishimidan chekinib chiqishni qaror qildi. Bundan sal burun Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat bexatarligi maslahatchisi John Bolton haftaning 2 kuni Moskvada Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Prezident Trump Rossiyaning raketa o'rinlashtirishi, Amerika Sovetlar o'rta masofalik raketa qurollari kelishimiga xilof deb ko'rsatdi. John Bolton mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi Rossiya uzundan beri hadab shartnomaga xiloflik qildi. U yana mundaq ko'rsatdi. Tahdid Amerikaning bu shartnomadan chekinib chiqqanligida emas. Tahdid Rossiyaning yadro qurollarini o'rinlashtirganligidir. John Bolton davlat bexatarligi maslahatchisi John Bolton haftaning 2 kuni Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishgandan keyin muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Amerika o'rta masofalik raketa kelishimidan chekinib chiqqanligini uqtirish qildi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Agar Rossiya hamda o'rta masofalik raketa qurollari kelishimiga qatnashmagan, Jungo ham yangi qurollarni taraqqiy qildiradigan bo'lsa, Amerika ham o'xshashlar shundoq qiladi. Shartnomaga imzolash qatnashmasa, Jungo qurollarni taraqqiy qildirib hamda Amerika ham shundoq qiladi. John Bolton mundaq ko'rsatdi. O'rta masofalik yadro qurollari kelishimi tarixiy vazifasini ado qildi. Soğuk münasebetler urushi davridagi qo'sh tarafli shartnomalarni butun dunyoning bexatarlik muhitiga hamda tatbiq qilg'ili bo'lmaydi. Jumladan Jungo, Iran, Choshanni o'z ichiga olgan boshqa davlatlarmi o'rta masofalik raketa yasay oladigan, taraqqiy qildira oladigan bo'ldi. Rossiya o'rta masofalik raketa qurollari kelishimiga xiloflik qilganligini inkor qildi. Hamda Amerikaning Yevropada raketadan mudofaa qilish sistemasi o'rinlashtirganligi va boshqa ig'vogarchiliklar bu harakatlarda bo'lganligi o'rta masofalik raketa qurollari kelishimiga xiloflik qilganlikdir. Kreml sarayining bayonotchisi bayonot mundaq ko'rsatdi. Amerikaning o'rta masofalik raketa qurollari kelishimidan chekinib chiqqanligi dunyo uchun xatarlikdir. Rossiya bexatarlik tadbirlarini qo'llanishga majbur bo'ladi. Shu orqali g'arbiy ishlarni tangpunlikni asliga keltiradi. Amerika va Rossiya haftaning 2 kuni mundaq ko'rsatdi. Dialoglashish va suhbatlashishni saqlab qolamiz. İki taraf o'rtaq ko'ngil biladigan masalalarda hamkorlashimiz. Qanday ukam Turan Efendi javobi savolingizga javob chiqdimi? 1-ayning 3-kuni 2017-yil 1-ayning 3-kechiringlar. 3-aylarda masalan Prezident Trump 1-ayning 20-kuni Oqsaroyga kirdi. 3-aylarda Washington Post gazetining Beijing turishliq sobiq muxbiri John Pomport Efendining degan so'zini men sizlarga leksiya qilib so'zlagan edim. Turan Efendi esingizda bo'lishi kerak. Ma bir abzas so'zga diqqat qiling. Amerika va Rossiya haftaning 2 kuni mundaq ko'rsatdi. Dialoglashish va suhbatlashishni
saqlab qalamiz. İki taraf ortaq köngül biladigan meselelerde hamkorlashimiz. Endi bu xabar gezliğe inkaslardan bir işkini oqib bir anlab qo'yinglar vatandaşlar. İnkas birinci, Amerika barlıq boşluqni etib etishi lazım. Jungo'nun bundaq yo'chiqlarga kirib olib, foyda elishni saqlanish kerak. İkinci inkas ikinci. 30 yıllık kelishim endi vaqt muvofiq emas. Chekinib chiqqani yaxshi bo'ldi. İnkas üçüncü, bundaq bo'lganda bütün insoniyatning ma'rifati oldiga bir qadam bosgan bo'ladi. Lekin yanada qiyin bo'ladi. Faqat Amerika sifatlik ochliq bilan ta'minlash kapolat qiladiganlar bo'lsa, jungoliklar qarshi oladi. Ko'pchilik. Navbatdagi ahvoldan qaraganda endi partizanlik urushi qilg'ili bo'lmaydi. Yapon qarshi urush davrida jungoliklar partizanlik urush qilgan emas. Hozir ma inkas tilindeydi. Bundan qaraganda endi partizanlik urushi qilg'ili bo'lmaydi. Tarixdan qaraganda Amerikaliklar Beijingdagi bir turkum odamlarni, rahbarlik qatlamidagi bir turkum odamlarni bir taraf qilib etadiganlar bo'lsa, yoki adabga keltiradiganlar bo'lsa, tuvandikilarning hammasi o'xshashla qo'l ko'tarib taslim bo'lib kelgan. Hurmatli prezidentimiz Trump efendi, Devlet İşler Bexatarligi maslahatchisi hurmatli John Bolton efendi. Hazır tunchi bo'lib Amerika va Rossiya Federatsiyasi o'rtasida tuzilgan 1987-yili tuzilgan yadro qurollarini cheklash, ya'ni konkret aytganda raketa qurollarini cheklash shartnomasi bekor qilindi. Qo'llaymiz prezident Trump siyosatini qo'llaymiz. Shundaqda Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya o'rtasida tuzilgan, yoki Angliya 3 davlat o'rtasida tuzilgan Yalta shartnomasini qachon bekor qilamiz? Hurmatli John Bolton efendi.